Korreksion rivojlantiruvchi o'yinlarga asoslangan emotsional nutqiy material va o'yin usullari. Logopedik. Ekspress diagnostika. Gapirishni boshlayman. Xatolar ustida ishlash o'yinlar tiplamlari. Logopedik ekspress diagnostika tezkor baholash metodlari artikulyatsiya apparati tekshiruvi til, lab, jag harakatlarini kuzatish. Fonetik, fonemik jarayonlar tovushlarni farqlash va talaffuz qilish qobiliyati. Lug'at boyligi faol va passiv so'z zaxirasi baholash. Grammatik qurilish gap tuzish va so'z shakllarini ishlatish. Diagnostik o'yinlar to'plami amaliy mashqlar. Ovoz topish. Bolalar turli tovushlarni takrorlaydi va farqlaydi. Rasm hikoyasi. Rasmlarni ko'rib, gaplar tuzish va hikoya qilish. Til mashqlar. Artikulyatsiya apparatini kuchaytiruvchi mashqlar. Imitatsiya. Hayvonlar tovushini taqlid qilish. Mimika mashqlari. Gapirishni boshlayman dastlabki bosqichlar. Asosiy tamoyillar. Onomatopoetik so'zlar bilan boshlash a, miyov, vov. Oddiy bo'g'inlarni takrorlash ma, pa, ba. Qo'shma so'zlar yaratish mama, ona, papa, ota. Oddiy buyruqlarni tushunish va bajarish. Emotsional nutqiy material his, tuyg'ular orqali o'rgatish. Quvonch, xursand, baxtli, shod so'zlari bilan ishlash. Qayg'u, g'amgin, xafa holatlarni ifodalash. G'azab, jahldor, norozi his, tuyg'ularni boshqarish. Qo'rquv, xavotir, qo'rqinch holatlarni so'zlar bilan ifodalash. Ovozli o'yinlar tovush va musiqiy mashqlar. Qo'shiq ayt. Oddiy qo'shiqlar orqali tovushlarni o'rganish va takrorlash. Ritm tutish. Tovush kombinatsiyalarini ritmik takrorlash, qarsak chalish. Baland, past. Ovoz balandligini o'zgartirish, intonatsiya ustida ishlash. Artikulyatsion gimnastika nutq apparati mashqlari. Til uchun mashqlar. Soat. Til o'ngga, chapga. Pishloq tilni tanglayga bosish. Ot. Til bilan tovush chiqarish. Lab mashqlari. Tabassum. Keng tabassum qilish. Naychak, lablarni oldinga cho'zish. O'pish harakati. Nafas mashqlari. Pufakcha puxlash. Shamni so'ndirish. Parda harakatlantirish. Xatolar ustida ishlash korreksiya metodlari. Tovush almashish. Sh kabi almashishlarni tuzatish maxsus mashqlar va takroriy trening. Tovush tushirish. So'z oxirida yoki o'rtasida tovushni qoldirish asta, sekin murakkablashtirib o'rgatish. Grammatik xatolar. Noto'g'ri gap tuzish. So'z shakllari to'g'ri namunaviy nutqini eshittirish. Xatolarni aniqlash o'yinlari, interaktiv mashqlar. To'g'ri, noto'g'ri. Logoped noto'g'ri so'zni aytadi. Bola tuzatadi. Eshitib topish. So'zlar orasidan xato talaffuz qilinganini aniqlash. Takrorlash. To'g'ri namunani takrorlash va eslab qolish. Echo. Audio yozuv orqali o'z nutqini tinglash va tahlil qilish. Lug'at boyitish o'yinlari so'z zaxirasini kengaytirish. Mavzuli o'yinlar. Uy, hayvonlar, transport bo'yicha so'zlar. Mevalar. Lug'at boyitish o'yinlari so'z zaxirasini kengaytirish. Rang va shakl. Ranglar, nomlash shakllar. O'lchamlarni. Harakat yo'llari. Yugurish, sakrash, uchish kabi harakatlar. Sifatlar. Katta, kichik, yumshoq, qattiq, issiq. Sovuq. Rolli o'yinlar ijtimoiy kommunikatsiya. Do'konda sotuvchi va xaridor rollari orqali muloqot o'rnatish. Shifokorlik. Bemor va shifokor o'rtasida suhbat yuritish. Oilaviy marosim. Ota, ona, bola rollari orqali oilaviy muloqot. Sayohat. Murakkab strukturali gap tuzish, grammatik kompetensiya. Oddiy gaplar kimdir nimanidir qiladi. Misol, bola o'ynaydi. Kengaytirilgan gaplar sifat va ot qo'shimchalar bilan. Misol, kichkina bola bog'da o'ynaydi. Qo'shma gaplar bog'lovchilar bilan birlashtirish. Misol, bola o'ynadi va uyga ketdi. E'tiboringiz uchun rahmat.